Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana Xudo xolasa Davron Pro kanali bo'yicha streamni boshlayapman. Inshaalloh bu orzu havazim o'rtansam 2019-yillari niyat qilgandim. Endi ba'zi sabablarga ko'ra orqaga surilib keldi edi. Biroq ozgina narsalar olish moliya tomonidan aslında Xudo xolasa men endi orzu havasimga erishdim. Narsalar olib o'zimni niyatlarimni amalga oshirish bo'yicha Xudo xolasa olg'a intilib endi mana endi qildik. Aslında o'yin bo'yicha, sharafa bo'yicha streamlarni yo'nalishlar bo'yicha boramiz. Endi sizdan faqatgina yordam, podдержка, qo'llab-quvvatlab tursanglar inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi bitta narsa demoqchi bo'lganim, inson qancha harakat qilsa orzusiga erishar ekan. Bizda ham shu orqa chekinish bo'lmadi. Olg'a, muhim olg'a. Shu endi ko'p insonlar bir ikki harakat qilib, ko'pchilik og'ir, past baland bo'ladi hayotda. O'shaning uchun ba'zilar nima qilib qoladi, orqaga tashlab yuborishadi. O'shaning uchun faqatgina harakat qilsa amalga oshar ekan. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, faqat harakat qilish kerak, niyatga erishish uchun harakat qilish kerak. Boricha harakat qilish. Ko'pchilik uyaladi, nima qiladi? Uyalish kerak emas. Boricha harakat qilish kerak. Mana inshaalloh bunday harakat qilaman. Orzu havaslarimga erishishga ozgina qoldi bo'lsa. Yo'g'iga Xudo xolasa kayfiyat zo'r qilib so'z beramiz. Eng kamida nuqta o'z bo'lmasa ham shunga yaqinroq qilib bo'lib, balki undan o'tib ketishga harakat qilarman. Komik asos bo'yicha harakatlanishni boshlaymiz Xudo xolasa. Sizlardan faqatgina qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman. İnşallah zo'r bo'ladi.